Dovyurak Sharlotta hikoyasi asosida buni o'sha grafik tasvirda gen diagrammasi usulida tasvirladik. Bu yerda Jek va Sharlottaning o'ziga xos tomonlarini va o'xshash tomonlarini yoritdik. Jek qari it, cho'ponning qari iti, vafodor, itoatkor, qo'ylarni qo'riqlaydigan, cho'ponning doim yonida yuradigan haqiqiy yordamchisi. Tez yugura olmaydi, qarigani sababli, cho'ponga o'ta sodiq, vafodor, qo'riqchi, qulog'i yaxshi eshitmaydi Jekning. Endi Sharlottaning o'ziga xos tomonlari jasur, dovyurak, quvnoq, o'yinqaroq, yem-xashak yeydi, xavfdan qo'rqmaydi, yolg'iz yurishni yoqtiradi, oyni tomosha qilishni yoqtiradi, Jekka bo'ysunmaydi, boshqa qo'ylarga o'xshamaydi. Yana endi bu yerda o'xshash tomonlari har ikkalasi ham uy hayvoni. Ular fermada yashaydi, cho'ponga qarashli bo'lgan hayvonlar.